Bugungi bizning prezentatsiyamiz 2026-yilga mo'ljallangan, ya'ni 26 noyabrdan 10 dekabrgacha o'tkaziladigan tadbirlar asosida bo'lib o'tadigan reja hisoblanadi. Chunki bu kunlarda xalqaro zo'ravonlikka qarshi gender harakatlari o'tkaziladigan kun hisoblanadi. Bunda bizning rejamizning nomi "Angla teng bo'l" nomi ostida bo'lib o'tadi. Bunda biz olib boradigan ishlar asosan universitet o'quvchilari tomonidan o'tkaziladi. Bunda o'quvchilarning orasida gender haqidagi bo'lgan ma'lumotlarni oshirish, ular orasida birgalikda ishlash hissiyotlarini oshirishga mo'ljallangan loyiha hisoblanadi. Bunda bizni jamoa a'zolarimiz, men jamoa yetakchisi, jamoa sardor sifatida faoliyat olib boraman. Keyin loyihalar boshqaruvchisi Rashidova Zarina bo'ladi. Tashkiliy rahbarimiz Fazillayeva Sevara, sport targ'ibotchisi Soqilova Gulbahor, tashkiliy tashabbuskori Ergasheva Zarina bo'ladi. Endi loyihamizni bosh yetakchisi sifatida men qiladigan ishlarim bu asosan birinchi qiladigan ishimiz bu loyihamizni boshlanishidan avval biz loyiha bunda surprizlarga ham, keyin sahna bo'yicha ham moliyalar talab qiladi. Shuning uchun biz birinchi qiladigan ishimiz o'zimizga moliya yig'ib olish. Moliya yig'ib olish uchun biz jamoamiz bilan kelishgan holda yozning bir oyini bekor vaqtimizni bu o'quv muassasalarida, ya'ni tayyorgarlik jarayonlarida 4-sinfdan 7-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga dars berib, ulardan ham amaliyot o'tab, ham ulardan mablag' olish o'zimizga moliya olishni o'zimizga maqsad qilganmiz. Bunda meni qiladigan ishim ularga shu amaliyot o'taydigan joylarni aniqlash, keyin ularga mos joylarni ularga aniqlab, shu hududlarni ularga aniqlab berish, shu yerga borasan deb aytib berish. Keyin bundan tashqari jamoada bo'ladigan barcha muammolarni o'zim nazorat qilib turaman. Men Rashidova Zarina, bu loyihada loyiha boshqaruvchisi sifatida faoliyat yuritaman. Bunda mening asosiy vazifalarim loyiha rejasini tuzib chiqish, ya'ni aniq o'tkazilish vaqtini belgilash, namoyish tashkilotini va jihozlarini ta'minlash, ya'ni nazorat qilib borish va namoyishni tashkil qilib boshqarib borish, ya'ni uni boshlash, ochilish marosimlarini tekshirib borish, keyin gender ruhini ishtirokchilarga singdira olish. Bunda loyihaning asosiy maqsadi bizga jamiyatda gender tengligi haqida aholiga ma'lumot berish, ularga gender tengligi tushunchasini singdirish. Bunda bizning loyihamiz 3 kun davom etadi. Dastlab biz loyihani o'tkazilish joyini aniqlab olishimiz kerak. Bu uchun biz Do'stlik bog'ini tanladik va keyingi qiladigan ishimiz sahna dekoratsiyalarini tayyorlash. Bu bizga nima uchun kerak? Ya'ni loyihaga ishtirok etuvchilar va tomoshabinlar kelganda birinchi kelgan zahoti gender tengligi ruhini ularga singdirish. Ya'ni loyiha nima ustida ekanligini ular dekoratsiyalardan bilib olish uchun. Loyiha 3 kun davom etadi. Bunda birinchi kun biz festival tarzida o'tkazadigan bo'lsak, birinchi kuni qo'shiq aytish, raqs qilish, ya'ni o'g'il va qizlar teng ishtirok etishini ta'minlash. Ikkinchi kuni sport musobaqalari o'tkazish, uchinchi kuni esa zakovat va qo'shiq o'yinlarini o'tkazish bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Fazillayeva Sevara, tashkiliy rahbar lavozimidaman. Men bunda zakovat va qizlar intellektual o'yinlarini olib boraman. Bunda gender tenglikda faqat ayollar yoki faqat erkaklar emas, ikkalasi birgalikda hamjihatlikda ishlashlarini ta'minlab beraman. Musobaqalar tashkillashtiriladigan joylarni aniqlayman. Qavazini shu binoning 4-etajidagi zalda o'tkazmoqchiman. Zakovatni esa narigi sins binosida o'tkazamiz, chunki joylari katta va guruhlar ko'p bo'lganligi uchun shunday o'tkazib
tuziladi va guruhlarga savollar beriladi. Savollarda hammasi guruhda ayol va qizlar va bolalar teng bo'lishi kerak. Birgalikda hamjihatlikda fikrlashib, bir-birini fikrlarini almashib, faqat erkaklar yoki faqat ayollar uchun emas, o'rtada kelishilgan holatda savollarga javob berishlari haqida vazifalarda qiziga Zarina va Gulbahorlar qaraydi. Zakovatga esa Diyorbek va Zarina yordamlashadi menga. Hakamlarga esa o'qituvchilardan, professorlardan yordam olamiz. Men Isoqulova Gulbahor, sport targ'ibotchisi lavozimida ishlayman. Sport targ'ibotchisi sifatida meni bajaradigan vazifalarim loyiha uchun qiziqarli sport musobaqalarini tashkil qilish, qiz bolalar va o'g'il bolalar o'rtasidagi teng ishtirokni ta'minlash va musobaqalarni nazorat qilib, ularni natijalarini ko'rib borish va bo'layotgan sport musobaqalarini o'tkazish. Bizda asosan ikkinchi kunimizda sport bo'lgani uchun biz stol tennisi, voleybol hamda futbolni tanladik. Futbolda alohida qizlar uchun ham alohida futbol, o'g'il bolalar uchun ham alohida futbol bo'ladi. Tennisda esa hamma birgalikda ishlaydi. Voleybolda ham o'g'il bolalar va qizlar aralashgan holda birgalikda ishlashadi. Bunda sport kunini tashkil qilishimizdan maqsad talabalar o'rtasida birgalikda ishlashni, jamoaviy ishlashni targ'ib qilish hamda sog'lom turmush tarzini yaratish. Bizda bu vazifalarni tekshirib borish uchun o'g'il bolalar o'rtasida futbol o'tkazayotganda menga Diyorbek yordam beradi. Qiz bolalar o'rtasida futbol o'tkazishda Sevara, stol tennisi bo'yicha esa Zarina yordam beradi. Men sport targ'ibotchisi bo'yicha shunday ishlarni bajaraman. Men Ergasheva Zarina, tahlil tashabbuskoriman va biz 3 kun o'tkazilgan shu festivalimizni nazorat qilaman. Har bitta moliyaviy muammolarni hal qilib boraman, kunlik muammolarni hal qilib borish va u yerda qanaqadir kelishmovchiliklar, muammolarni guruh sardoriga yetkazib va guruhimiz bilan hal qilish va u yerda tahliliy asosda maslahat berish, ya'ni muammolarni maslahatlar orqali yechib borishni ta'minlayman. Va men yana bir asosiy vazifalarimdan biri moliyaviy natija. Moliyaviy natija biz shu yozda samarali o'tkazgan vaqtimizda moliyaviy jamg'arma yig'ganimizni to'g'ri taqsimlash va bu haqida kunlik hisobot berib borish va ijtimoiy natija esa bizda asosan qiz bolalar va o'g'il bolalar hamkorlikda ishlashi, fikr almashishi, balkim ular bilan inoq munosabatda bo'lishni ta'minlash bu asosiy bizning maqsadimiz va buni amalga oshirdik deb o'ylaymiz. Va biz tashkiliy natijamiz loyihamizni maqsadini aniq o'quvchilar, ya'ni qizlar va o'g'il bolalarga yetkazib bildik va ular o'z mamnuniyat bilan shu o'z iqtidorlarini shu kunlik festivallarimizda o'zlarining iqtidorlarini ko'rsatib bordi deb o'ylaymiz va ta'limiy natija esa biz shu loyihani ta'limiy ham gender tengligiga bog'lab keng miqyosda shu o'quvchilarga yoqqan holda ularning talablarini inobatga olib amalga oshirdik deb xulosa qildim. Aytib o'tganimizdek, bu loyihamiz shu 26 noyabrdan 10 dekabrgacha davom etadigan kunlar oralig'ida 3 kun bo'ladi. Bunda barcha Aniqxonlar oliy maktabining talabalari qatnashishi mumkin. Shuning ham talabalarni ta'minlash bo'yicha ham ularni jalb qilish bo'yicha ham jamoamiz ta'minlab beradi. Undan tashqari ruxsatnomalar, u tadbir uchun ruxsatnomalar olishni ham o'z zimmamga olganman. Buni albatta tashkillashtirib bera olamiz. Loyiha